har doim yangi yog' ochgan paytimizda ichiga har doimgidek o'rniga oq narsasi ko'zimizga tushib, har doim surib tashlaveramiz. Endi bu nimaga kerakligini keyin sizlarga ko'rsataman. Va sizlar ham buni bilib olasizlar. Qani ketdi. Videoni boshlashdan oldin menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Profilimda sizga foydali bo'lgan juda ham ko'p ma'lumotlar va videolar bor. Albatta menga videomga like bosib, yaqinga jo'natishni unutmang. O't yog'imizni har doim ochganimizda ichidagi plastmassaviy mana shu oq narsasini har doim tashlaveramiz. Buni bunda o'girib shu uziyli joyini bunda teshigiga tiqib qo'ysak, o'tmamda kichkina dirichkali joy paydo bo'ladi. Bu yoqda endi rezultatini hozir ko'rsataman qizlar. O'tma sizlarga tovada premyer qilib ko'rsatdim. Например, oladушкаlar pishirayotganingizda kamroq yog' ishlatishingiz kerak bo'ladi. O'shandimda asosiylar xuddi shunaqa kam tushirib beradigan idishlarga o'xshab, shunaqa kam qilib tushirib beradi qizlar. Wow. Tekinga besplatniy shunaqa sotib olishingiz shart emas, o'zi shunday kam tushib beradi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling va videoni yaqinga jo'natishni unutmang. Siz bilan Shodiya Marul.